inseminatsiya amaliyotini bajarmoqchimiz. Bemorimiz bizga birlamchi bepushtlik 3,5 yil davomida homila bo'lmasligi, hepatitis C bepushtlik bilan shikoyat qilib kelgan edilar. Boshqa klinikada ham bir marta inseminatsiya amaliyoti o'tkazilgan, ammo natijasiz bo'lgan. Ikkita folikuli yetiltirdik. Inshaalloh duo qilib turing. Sizlarning har bitta duoingizga biz muhtojmiz. Inshaalloh chiroyli natijalar bilan kelishlarini nasib qilsin. Inseminatsiya amaliyotida bizda tepada embriologiya, embriyo laboratoriyada tayyorlab berishadi. Tayyor shpritsda bizga keladi va maxsus kateter yordamida, ya'ni juda ham yumshoq bo'lgan kateter yordamida bachadon ichki shilliq qavatiga tayyor yuvilgan, обработка qilingan spermani jo'natamiz. Bemorlarimiz adashib ketmasligi uchun aynan har bittasini familiya ismi bilan belgilanadi va bizga familiya ismi bilan keladi. Bemorimiz o'ziga o'qitamiz va buni biz hozir kateter bilan bachadon ichki shilliq qavatiga yuboramiz. Inseminatsiya amaliyoti mutlaqo og'riqsiz va narkozlarsiz amalga oshiriladi. Chunki juda ham yumshoq bo'lgan, og'riqsiz holatda kateter bilan jo'natamiz. Ko'plab bemorlarimiz qo'rqishadi. Narkoz bilan qilinadimi, og'riq bo'ladimi? Yo'q, og'riq bo'lmaydi, mutlaqo narkozsiz amalga oshiriladi.